Hormanglar, xayrli kech. Mabodo kimdir meni tanimasa, ismim Ubaydulla, realtorman. Shu sohani egasiman. Nega egasiman? Chunki уже 4 yil oshiqcha mehnat qilib qo'yibman ekanman. Endi ko'pchilik odam to'g'ri savol berishligi mumkin. Bugungi kunda realtorlar kerakmi? Judayam tez rivojlanadigan, ya'ni ma'lumotlar, informatika davrimizda, zamonamizda realtorlar kerakmi? Ha, albatta kerak. Nima uchun? Chunki bugungi kunda judayam tez bizneslar rivojlanyapti. Judayam tez axborot texnologiyalari rivojlanyapti. Judayam tez bozorlarimiz rivojlanyapti. Va judayam tez o'sha hamma narsalar rivojlanganligini hisobiga juda ko'pchilik sohalarda sohani egasi bo'lmagan, sizni aldab pulingizni oladigan mosheniklar ham ko'payapti, rivojlanyapti. Ana shu uchun ham kerak. Yana boshqa tomonni aytib o'taman. Kimdir o'ylaydiki, realtor menga shart emas deb o'ylaydi. O'sha odamga men realtorning kerakligini aytib beraman. Masalan, realtorni o'zini bazasi bor. U bazasiga hozirga aytaman. Masalan, tadbirkor odam kelib ijaraga olib biznes uchun joyini ishlataman desa, realtor o'zini bazasiga dinozavr odamlarni kiritmaydi. Ya'ni qanaqa odamlar mana do'kon kirishing bilan ijara to'ladigan odam u dinozavr. Chunki u tadbirkor oilasini boqsinmi, nalogni to'lasinmi, arendani to'lasinmi, ishchilarning oyligini bersinmi, o'ziga foyda qilsinmi yoki boshqa narsa qilsinmi-da, tadbirkorlik uchun joyni ijaraga olishga muayyan qoidalar bor. Buni ham hali aytib o'taman. Keyin nomard, pastkash odamlar bilan ham qonuniy realtor ish qilmaydi. Keyin mabodo hujjati joyida bo'lmasa ham realtorni o'sha obyektni sotishga haqqi yo'q aslida. Mana boyaga aytganimdek, birinchi o'rinda realtorni bazasi sizga xizmat qiladi, siz unga mijoz bo'lsangiz. Ikkinchi tomonlama o'ylaydigan bo'lsak, sizga ishonchli xizmat ko'rsatadi-da u. Keyin shunday ish qiladiki, haqiqiy realtor siz unga yana va yana mijoz bo'laverasiz. Siz uni sizni muammoingizni hal qilganligidan, xursandligingizdan uni yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga ham tavsiya qilasiz. Ko'p holatlarda tavsiyalar orqali kelishganda yoki bo'lmasam o'sha 1 yil, 2 yil oldin shu mijozlarning muammosini hal qilganimizdan ular bizani qidirib kelsa, men xursand bo'lib ketaman shu joylarda. Masalan, shu o'rinda siz savol bersangiz bo'ladi, menga nima foyda realtordan? Birinchi o'rinda sotuvda, marketingda shunaqa bir to'g'ri gap bor. Ruchkani sotib berchi menga, mana shu ruchkani sot deydi. Endi siz tasavvur qilinglar, siz qorovulsiz yoki bo'lmasam direktorsiz yoki bo'lmasam avtomoykada ishlaysiz yoki avtomexaniksiz yoki bo'lmasam qanaqadir powersiz yoki bo'lmasam boshqa odamsiz. Xullas shunaqa toifa odamsizki, sizga ruchkani keragi yo'q. Chunki siz gaida ishlamaysiz, har kuni shtraf yozadigan. Keyin siz vrach emassiz, doklad yozishingiz kerak, mabodo o'lib qolsa, bir narsa bo'lib qolsa, endi Xudo ko'rsatmasin, men dorini vaqtida ukol qilganman, qaraganman, tekshirganman soatlargacha. Yoki bo'lmasa o'qituvchi emassiz. Falonchayev o'sha o'quvchingizga diktantini tekshirib 15 ta xatosini aniqlab, keyin unga 2 qo'yishingiz uchun. Endi sizni talabingizni, keyin oila a'zolaringizni talabini, keyin yaqin 15 yil, 10 yil prognozlarni qilib, sizni o'sha dollar, pul, plyus, qancha plyus borligiga, muammoingizga qarab sizga o'sha ruchkani taklif qiladi realtor. O'sha uyni sizga to'g'ri keladi, kelmaydi, taklif qiladi. Sizni o'rganib chiqibdi. Bunda siz nima olasiz? Siz o'zingizni vaqtingizni tejaysiz va
pulingizni ham ekonom qilasiz. Masalan, duch kelgan obyektni borib ko'ravermaysizda, aynan sizga to'g'ri keladigan obyektlarni ko'rasiz, xulosangiz qo'lingizda bo'ladi va ularni puli ham u otib yuborgan bo'lmaydi, zarjat qilingan bo'lmaydi. O'sha sizni muammoingizni, pulingizni o'rgangan holatda realtor sizga taklif qiladi. Yana bir 2-3 ta qismini aytib ketaman. Men bilan ishlagan mijozlarim, subhanalloh deyman, endi menga hujjatini beradi. Men notariusga boraman. Hamma ishlarini qilaman. Ya'ni yuridicheskiy soprovождать qilaman. Bu holatda ular nimaga erishadi men bilan ishlaganda? Уверенный, tinch, osuda, ishongan holatda o'sha ya'ni realtorga ishonadi, что hamma hujjatlarini taxlaydi, hujjatlarini ko'rib chiqadi, keyin nima deydi, uni aldab ketmaydi, otib olib ketmaydi, oladigan uyini hujjatini tekshiradi, kerak bo'lsa borib yurib qarz qancha borligini ko'radi, to'lattiradi. U o'ziga уверенный, o'sha muammolarsiz, ya'ni o'zini muammosiga yechim sotib olganligini his qiladi. Ichidan, qalbidan, ko'nglidan his qiladi. Masalan, bugungi kunda zamonaviy realtor sizga aynan to'g'ri keladigan o'sha maslahatni ham berishligi mumkin. Yaqinda bir opamiz uylarini sotdilar. Uylarini sotganlaridan keyin ular uy olishlari uchun bir qancha uylarga borib ko'rib xulosa chiqardilar-da. Xulosalarini qarang. Maktab yaqin emas, bog'cha yaqin emas, poliklinika yaqin emas, keyin maishiy xizmat joylari ham yaqin emas bu uyga. Eng asosiysi transport o'tadigan ko'cha, asosiy ko'cha ham yaqin emas. Nimasiga buncha pul so'rayapsizlar dedilar-da. Keyin men aytdim, "Esizdami?" dedim. "Siz mendan xafa bo'lardingiz" dedim. "Nima uchun aynan sen meni uyimga mijoz olib kelmayapsan sotish uchun?" deb. Keyin "Ha, endi tushungandayman" dedilar-da. "Nuda, естественно, ko'pchilik odam xafa bo'ladi realtorlardan. Nima uchun sen meni uyimni sotib bermayapsan deb. Siz to'g'ri tushuning, sizni uyingiz o'sha kriteriyalar bo'yicha to'g'ri keladigan mijoz paka yo'q. Sizni uyingizni misol menga o'xshagan qonuniy o'sha realtor sotmayaptimi? Demak, u kimnidir loh qilib to'pa tiqib ketish niyati yo'q-da. Ana shu eng katta asosiy harakati, asosiy o'sha uni nima desam ekan, hayotiy tsenность, o'zbekchasiga qadriyatlari. Endi xuddi shu yerda, shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak. Sizni uyingizga masalan siz 100 so'm so'rab turgan holatingizda o'sha realtor olib keldi. Menda bo'lgan praktikamda 100 so'm so'rab turishgan uyga mijoz olib borganimda mijoz ochiqchasiga aytdi. Men xolis ikkalovini gaplashtirib qo'ygan mahalimda meni 50 ming pulim bor, men yana bir 20 ming topishga qodirman dedi. Jami bo'lib 70 ming topib beraman uyingizga, uyingiz menga ma'qul, 70 ming beraman dedi. Uyning egasi yo'q dedi, men bermayman dedi. Yutqazdi. Keyin mendan har doim yana telefon qilib, "Men uyimga klient olib keling, tezroq men uyimni sotay" deb gapiraveradi. Men hayron bo'ladigan joyim va o'sha tushuntiradigan joyim, asosiy joyim, sizni uyingizni, mashinangizni, siz sotadigan mahsulotni har doim sotib oluvchi mijoz narxini belgilaydi. Birinchi o'rinda unga nihoyatda ma'qul kelsa, keyin u sizga dardini aytadi. "Men shuncha pulim bor, men buncha qila olaman. Menga ma'qul uyingiz, menga soting" deydi. O'sha mahalda sotsangiz, to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Sotmasangiz siz yutqazdingiz. Keyin qachon keladi? Qanchaga sotasiz? Qancha vaqt o'tadi buning ichida? Sizni finansiy rejalaringiz qayerlarda qolib ketadi? Ana shu uchun imkon qadar ruchkani to'g'ri sotinglar va to'g'ri sotib olinglar. Mabodo sizlarda yaqininglarda qanaqadir bir shu uy, joy ijara oldi, sotdi,
yer uchastkalar, hovlilar, neжилой obyektlar, ijaralar yoki bo'lmasam kvartiralar yoki bugungi kunda juda dolzarb muammolarga sababchi bo'luvchi novostroykalarmi farqi yo'q. Qayerda qanaqa muammolarga duch kelgansiz, o'shalarni aytib o'tsanglar, men bitta yarimtasini ko'rib chiqaman inshaalloh. O'sha maksimum darajada aqlim yetgancha sizlarga maslahatlarimni beraman, yo'l yo'riq ko'rsataman. Balki muammoingizni hal qilib berishligimiz ham mumkin. Xuddi shunaqa yaqininglarga jo'natib qo'yinglar, kommentariyada bo'lsa o'shanaqa muammoinglar, savolinglar yozinglar. Keyin like bosish esinglardan chiqmasin. Maksimum darajada sizlarga o'sha kerakli bo'lgan mavzularni yechib, yoritib ko'rsatib berish niyatimiz bor. Salomat bo'linglar, ishinglarga rivoj.